Farg'ona shahar asosiy katta yo'lda bo'yida qurilgan 5 qavatli novostroykamizni 2 ga ajratilgan birinchi qavati zo'r narxda sotuvga chiqyapti, podval qismi esa bonusga beriladi. Bundan tashqari uzoq muddatli ijaraga olish imkoniyatlari ham mavjud. Aniq lokatsiya obyektimiz Oxunboboy massiv qurugidan kelganda Zakanal svetoфориga yetmasdan hayvonot bog'i ro'parasi yo'lda bo'yida joylashgan. Eng asosiysi oldi maydonini kattaligini ko'ringlar, mijozlar parkovkaga o'ylanmaydigan sharoit ekan. Birinchi qavatimiz balandligi 3 metr, umumiy maydoni esa 600 metr kvadrat bo'lib, 300 metr kvadratdan 2 ga bo'lingan. Chap tarafdagi ko'rib chiqamiz. Oynalari panoramli, devorlari pishig'ishda, pollari to'liq to'pli pol qilinib, stechkalari quyilgan hamda alohida transformatorlargacha o'rnatilgan. Bemalol o'zingizga moslab remont boshlashingiz uchun tayyor holatda. Bo'lib ijaraga beradiganlar uchun ham 3 tadan 6 ta kirish eshiklari va zinalari qo'yib ketilgan. Gaz, svet suvlari yaxshi, kanalizatsiya mavjud. Ajlar podval qismiga keladigan bo'lsak, 5 ta kirish eshiklari bor, patologlari balandligi 3,5 metrni tashkil qiladi. Xuddi shuncha 2 ta 300 metr kvadratdan 600 metr kvadrat maydonga ega, ya'ni birinchi qavat 300 metr kvadratni xarid qiladigan bo'lsangiz, shu o'lchamdagi 300 metr kvadratli podvallari qo'shib beriladi. Birinchi qavatimiz narxini 1 metr kvadrat uchun 700 dan so'rashyapti, yana kelishtirib berishar ekan. Do'stlar, biz bu noturar obyektimizni reklama qilib berdik. Qiziqqanlar bo'lsa, pastda opsiyada egalarning raqamlarini qoldiraman, bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin.